Ramizan Yazmiliri. Birinci bab Ramizanga kiravatımız. 6. bölüm Ramizan Bir Purset. Ey mühminler, günahlardan saqlanışınlar, Allah aldıdaki məsuliyyətinlarni his qilishinglar uchun. Sizlardan ilgirkilarga, ya'ni ilgirki ummatlarga ro'za farz qilingandek, sizlargami Ramizan ro'zasi farz qilindi. Ramizaningiz muborak bo'lsin deyman. Shundoq, Ramizan aslida muborak edi. Xush kelding, ey Ramizan iyi deyman. Ramizan doimo xush keladi. Lekin kishi qilishga tegishli bo'lgan ish, uning barkatidan eng yuqori saviyada foydalanish bo'lib, uni xushal-xuram holda kutib olish, uni xush qilish va xush holda uzatishdir. Doim nazarimdan soqit bo'ladigan bir haqiqat bor. Ya'ni ibodatlarning o'zili maqsad emas, aksicha har ibodat yuksak darajadagi bir g'oyani amalga oshirishning vositasi. O maqsad nazardan soqit qilinganda ibodat ado bo'lmaydi va maqsadini tushungili bo'lmaydi. Ro'za ibodatining maqsadi bu ibodatni farz qilgan yuqoridagi oyatda ochiq bayon qilingan bo'lib, mas'uliyat engi turg'izishdir. Bu oldi bilan insonning o'zini tunishi bilan boshlanadi. O'zini tunish uchun inson diqqatini o'ziga qaratish kerak. Diqqatini o'ziga tortishdan maqsad go'shtdan so'ngigacha, choch soqollargacha badan eg'irligi va bo'y uzunligiga, oshqozoniga va teniga e'tibor berish deganlik emas. Chunki bular insonni inson qilgan taraflar emas. Undaqda o nima? Albatta vahiy, qalb deb atagan ichki dunyoga, tuyg'uga, tushanchamizga aql yurgizadigan qalbga yuzlanishdir. Diqqat e'tiborini ichki dunyoga qaratgan inson o'zini tunishga boshlaydi. O'zini, ya'ni Allah oldidagi ojizligi va muhtojligini, dunyo maishatlar oldidagi shon sharaf va ustunlikni tunishga boshlaydi. Bu natijani qo'lga keltirgan inson mas'uliyat engini turg'izgan inson bo'ladi. Bu 3 yo'nalishlik ongdir. Allohga, o'ziga va boshqalarga qarta shakllangan ong. Och yalang'ochlarga qarta mas'uliyati borligini, yo'qsullarga, yetimlarga, egi-chaqsizlarga, qiyinchilikda qolganlarga qarta mas'uliyati borligini har inson ro'za orqali o'rganadi. Ramizanni mashrabga aylantirib olganlar, uni o'ruqlarning samirib olishi, semizlarning yemay o'ruqlab olishi iyi deb qaraganlar bu maqsadni qandoqmi amalga oshira olsin? Bu xil qarashga ega bo'lganlarga nisbatan Ramizan deganda tunji bo'lib aqliga Istanbuldagi g'arbcha naqshchi satanglar ijrosidagi teraklar orasi tomosha keladi. Osmonlini tirildirimiz deb Istanbulning Islambul, ya'ni islom mo'l taraf emas, aksicha Istanbulning Para, Qavaxona tarafini tirildirishga tirishish so'l tarafidan uyg'onish o'xshaydi. Faqat unchilikla emas, hatto o'z e'tiqodiga fransuzlashish, ya'ni yotlashish bo'lib, aysh ishratni dinning partisi deb qolganlik bo'ladi.
iftar çadırlarını qurish nima degan yaxshi ish? İstanbulning İslambol tarafini mana mushundoq va buningga o'xshash faoliyatlar aslatadi. Xalq hukumatlarimiz nemishqa faqat chedirga keladigan kishilarni o'ylab, dal iftar vaqtida qatnash qistangchiligida qolganlarni o'ylamaydigandu. Ularga bak oliy bo'lmasmi, faqat ig'iz ochqadak bir xorma, kichik bir quti suv, kichik bir to'qashdan tarkib topgan oddiy bir tomoq tizimligi yetarli bo'ladi. Agar o'rnak talab qiladigan bo'lsa, bir qancha yildan beri bu ishni vatan ko'chisida qilib kelayotgan aqaba vaqfidan olsa bo'ladi. Hatto yordam qilsin bo'ladi. Dal iftar vaqtida qatnashda qistilib qolgan kishilarning mashinaning darisidan sunilgan iftorlik ikramlarini olgan vaqtda ko'zlarining qandoq nurlanib ketganligini bir qarabla bilib olaysiz. Ularning o'rnida siz bo'lib qolsangiz, sizningmi ko'zlaringizdan nur chaqnamasmi? Albatta, qornimizga qilingan ikram Ramizanning eng kichik taraflaridan biri. Buningdan boshqa cho'ng hadiyasi bor Ramizanning. Aqlimizga va qalbimizga sunilgan hadiya. U kishilarga Qur'on hadiya qilish bo'lib, kishilarni vahining dasturxoniga o'ltirg'izib, ularning ichirqab ketgan yuraklarini va mengisini Qur'on bilan to'yg'izish. Qisqacha qilib aytsak, Ramizan bir purset. Kirlanganlarni poklaydigan, buzilganlarni, uprab ketganlarni o'ngshaydigan, yiqitilganlarni o'rnidan dasturg'izadigan, tasbih donisidek chechilib ketganlarni yig'ib bir gavda qiladigan, yuttirib qo'yganni tepib oladigan eng yaxshi fursat.